Jadid adabiyoti namoyandalari. Odob, axloq kitobi. Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy. Aziz kitobxon, sizni jadid adabiyotining bebaho durdonalaridan biri Odob, axloq kitobi bilan tanishishga chorlaymiz. 20-asr boshlarida jadid ma'rifatparvarlari xalqni ilm, ma'rifatga, odob, axloqqa va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydilar. Ular yangi usul maktablarini tashkil etdilar, darsliklar yaratdilar, gazeta va jurnallar nashr etdilar, hamda yosh avlodni komil inson bo'lib voyaga yetishga undadilar. Mazkur kitobda jamlangan asarlar bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ular kitobxonni ezgulikka, bilim olishga, yuksak ma'naviyat va chin insoniy fazilatlarga chorlaydi. Odob, axloq kitobi. Bu nafaqat tarixiy meros, balki bugungi avlod uchun ham hayotiy saboq va ma'naviy yo'lboshchidir. Sizni ushbu qimmatli asarni mutolaa qilishga taklif etamiz.